Sun'iy intellekt orqali Minecraft yasasa bo'ladimi? Buni test qilish uchun ChatGPT, Gemini va Cloud AI'lar yordamida Minecraftni yasab ko'rdim. Qanunda ketdik, yasashni ChatGPT bilan boshlab boramiz. Menga kerakli asboblar va chiroyli ko'rinishdagi Minecraft yasab ber. Albatta, dekoratsiya zo'r bo'lsin, deb yozib olamiz. Men super prompt yasab olganman. Biz buni kopiya qilib turib shunday xabarga qo'shib qo'yamiz. Xudo xolasa Minecraftni zo'r qilib yasab beradi. Juda ham qiziqib ketyapman. To'g'risi birinchi marta yasab ko'rishim. Bizga prosta faylni tashib berdi. Prosta fayl, boshqa hech narsa. Bu faylni yuklab olamiz shekilli. Hop, bu kodni ChatGPT yasab beribdi. Qancha o'yil? U 1300 qator ekan. Hop, unda qani ishga tushirib ko'ramiz. Qani. Menimcha ChatGPT yaxshi yasagan. Hop, nol olamiz. /function chat pastgacha first plus. Hop, ishlatib ko'ramiz. Bu yoqqa tushini kutmadim. To'xtanglar, bu rostdan ham vashcha zo'rga o'xshayapti. Qaranglar. Qani mochqurchon to'g'lab qo'yamiz. Yana sinab ko'ramiz. Mana video ham sekin-sekin o'zimizga moslab olyapmiz. Moslashtirib, zo'r qilib, to'g'rilab kamchiliklarini. Lekin bunaqa sinematik uy qilish kerakligini aytmadim. To'g'risi bunaqa zo'r qilib deb o'ylamadim ChatGPT'da. Lekin to'g'risi hayratda qoldim. Qani unda uyni ko'zdan kechiramiz. Mana bu yerda muammo bor ekan. Hop, uyni polni kuzatib chiqishimiz kerak. Mana u garden g'alati tushib qolgan. Lekin maytlar zo'r. Hop, ichkariga kirib ko'ramiz. Ichkariga kirishda muammo bo'lyapti. Ya'ni qanaqadir grafika muammolari. Bu nima? Qani mantiq qayerga ketyapti uni tutun? Yo'q, chidab bo'lmaydi bunga. Hop, juda boramiz. Moyam gul olish kerak edi menimcha. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, fasad yaxshi. To'xtanglar, qani? Mana stol ham yasabdi. O, malades ChatGPT. Hop, bu yerda mana mini kutubxona bor ekan. Bu uyimiz ichida 6 trubочка bor ekan. Eng qiziqtirgan narsasi bu devorga qarab turibdi. Birinchi urinishga bu juda ham zo'r, balki yomondir. Qani unda ChatGPTga qayta yozib berishini so'raymiz muammolarni aytib. Lekin juda ham qiziq. Hop, unda ko'ramiz ChatGPT nima qolibdi. O'zi ham juda ko'p vaqt ketdi. 3 minut 9 sekund ko'pmasa menimcha bo'pti. Unda yangilab olamiz faylimizni qanunda ketdik. Muammo yuzaga kelmasin-da. Pul bermasangiz ham uni qo'ysangiz bo'ldi. Hop, ancha yaxshi chiqqan. Uy o'zi ham o'zgarganda, krasotasi oshgan. Lekin nimagadir yerda chiqarib qo'ydi. Lekin men aytmagan edim. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, gardenni kattalashtirib qo'yibdi. Bu yerda qanaqadir bilmadim g'alati narsa. Hop, uyning ichini ko'radigan bo'lsak, juda ham zo'r. Qani, kirishdi. Mana bu yerdan bir g'alati bo'lib qolgan, to'g'rilab qo'yamiz. Hop, endi ichkariga kirish kerak. Eshik teshigi bor ekan, bo'pti. Hop. Bu yer hali ham devorga qarab turibdi, lekin men keladigan bo'lsak, vau! Juda impressiv, juda ham zo'r chiqqan, muammosini tuzatgan. Xo'p. Lekin narsalarni menimcha u shot qilmoqchi bo'lgan, mana teshib turib o'zimiz qilib qo'yamiz, u qila olmagan bo'lsa. Aslida ko'rinishi juda ham o'zgargan. Mana tutun chiqargani u betoncha ham qurib qo'yibdi. Voy malatsi, men bunaqa qila oladi deb o'ylamadim. Cho'k go'zal. Nima ham derdik, juda ham zo'r. Endi mana bitta narsani to'g'rilab qo'shib qo'yishimiz kerak, mana ular to'g'rilash kerak-da. Zo'r. Bitta yozamiz, birinchi maqtaymiz, bu juda ham zo'r edi. Lekin buni juda ham yaxshi qilsak bo'ladi, ya'ni professional Minecraft yasovchi yasagandek esa qidir, izlan va buni juda ham zo'r qilishga harakat qil. Men senga ishonaman deb turib javobini kutaman. A few moments later. Va nihoyat 3 minut 28 sekund o'tdi mana. Top tier version degan narsani yasabdi. Biz aytib bergandek lobby style composition. Buni aytmadim, lekin bo'pti. Lekin zo'r bo'ladi degan feeling borda. Bo'pti, unda rang qildik. Vashshe, qasr qo'ribdi. Asal cho'kdi. Nima oldi ekan, nimaga bunaqa xatolik? Qisqa qilib aytadigan hafsalam o'ltirdi ChatGPT o'zi. Teshichalar ancha narsasi qolib ketganda u havoda uchib turibdi, menga qaranglar. O'z to'g'risi ko'p narsa aytib bordim shekilli, menimcha yuk ko'p ketdi, qila olmadi ChatGPT, lekin Geminiga o'ta qolamiz prosta. Hop, Geminiga kirdik. ChatGPTga nimani yozgan bo'lsak, xuddi shu narsani yozamiz. Men o'ylaymanki, sizlarda ham 3-1 versiya bor. Gemini tezda prosta tekst tashab qo'ydi. Nima qilish kerak uni? Bo'pti, o'zimiz to'g'rilab olamiz, uni kod qilib rang qilamiz. Menimcha hozircha yaxshi tuyulyapti. Yo'q, yaxshi emas ekan. Nimaga deysizmi? Mana ChatGPT qilgan xatoni qilibdi. Polni tashqariga chiqarib qo'yibdi. Hop, uyni obzorini qiladigan bo'lsak, furniturlar qo'shibdi.
Xo'p, menda yana mini library bor ekan. Xo'p, to'g'risidan aytsa nimagadir ko'nglim bo'lmayapti. Gamingga qaytarib yuboramiz, yaxshilash kerak buni. Gamingni diqqatini qotiramiz. Sen shuni yasagansan. Bu yaxshiga o'xshaydimi, to'g'riga o'xshaydimi? Iltimos, buni to'g'rilagin, yaxshiroq qilgin deb jo'natamiz. GBTga mana xuddi shuni tashlagan edik, lekin to'g'risidan aytsam, mening fikrim bo'yicha bu 3D fikrlashga ega gaming. Yana просто tekst tashlab qo'ydi-da, hech to'g'ri. Bo'pti, o'zimiz kod qilamiz, yaxshilanasa kutuvdim. Bo'pti, mana saqlanib qolamiz faylimizni. Davay, gaming nima qilayotgan bo'lsa bo'ldi deydi. Voy, xuddi ashinasa-yu. Bu meni xatoim ekan. Men fayl to'g'ri saqlanib qilmabman. Bo'pti, siqilimiz, akalarim, opalarim, singillarim. Xo'p, jinni yaxshi, derazamda gul tarashga daraxtlar yaxshi. Hop, ichkari nima bu? Qizil oq. Menimcha kravat bo'lishi kerak bo'lib kutilgan. Hop, mana ochib olamiz o'zimiz. Mana turbichga tiqilib qolgan, ikkita blok yaxshi. To'g'risini aytsak, tom taxta qo'yilgani uchun ancha yaxshi tuyulyapti, lekin unchalik zo'r emas, tuzatamiz. Unda gamingda 3-marta aytamiz, yozamiz, bu yaxshi boshlanish, lekin muammolarni tuzatib turib muammolarni sanab beramiz. Xo'p, unda jo'natdik. Yaxshiroq otvetni kutamiz. Bu biz kutgan narsa emas-da bu. Doimgidek tekst tashlashni o'rganib qolganmiz. Sufkuf qilib turib, buni o'zimiz kod qilib olamiz. Xo'p, unda o'yimizni davom ettiramiz fayl saqlanib. Bu mana o'zgarish. Mana shu o'zgarish desa bo'ladi. Tashqarisidan qaraganda texture, ya'ni ko'rinishi ancha yaxshiga o'xshayapti. Xo'p, mana bu yerda o'simliklar jinday g'alati turibdi. Gravitatsiyaga tupurib bo'lgan holda ichkariga kiramiz. Endi to'g'risini aytyapman, chin dildan aytyapman akalarim. Vashe u ko'rinish. Ichkari vashe zo'r qilingan, u tuda-tuda lampochka, voy. Kitoblar, ikkita sandiqchaga hamda to'g'ri tushganda u ChatGPTda xatoliklar bor edi. Xo'p, to'g'risini aytadigan bo'lsak, hozircha ChatGPTdan ancha yaxshiga o'xshab turibdi. Xo'p, bo'pti, unda ko'p o'ylab o'tirmasdan Cloud.ai'ga o'tamiz. Davay unda Cloud.ai'ga ham, gamingga ham, ChatGPTga ham bergan bir xil narsani jo'natamiz. Afsuski Fable 5 hozirda mavjud emas ekan. Bo'pti-da, bizga kerak edi. Xo'p, hozir Cloud.ai bizga umuman boshqa turdagi faylni beribdi. Bo'pti, uni o'zimiz konvert, ya'ni boshqa turdagi formatga o'tkazishga harakat qilamiz. Afsuski bo'lmadi. Bo'pti, bundan gamingni tashib bergan misol qilib turib tashib beramiz. Mashina yasab berdi. Bo'pti, qani? Bizga qaytadan yangi yasab berdi. Bo'pti. Buni ishga tushiramiz. Ishladi. Qani? Okey, bo'pti, ram. Mana gul tushib ketdi. Bo'pti. Garchi e'tibor beramiz. Zo'r, lekin nimagadir stil gamingga o'xshayapti. Menimcha, uni misol qilib berganimda stilini ko'chirib olgan. Ichkarini nazarga olamiz. Xo'p, to'g'risini aytsam, ko'rinish nimagadir tozaga o'xshayapti. Mana vaza, mana kutubxona, o'qiydigan joychasi bilan. Wow, prosta bomba. Mana oddiy staff, kravat chiqib ketgan tashqariga. Gaming stilidan o'g'illagan. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, ChatGPT va gaming qilgan xatolar, ya'ni ichkariga bloklarni tashlab qo'ymagan. To'g'risi, prosta yaxshi. Prosta gaming stilidan kopiya qilib qopti. Shuning uchun sal kreativni ishlatish uchun qayta yozamiz. Xo'p, yozamiz. Bu juda ham zo'r ishlayapti, lekin sen o'zing nimadir original, o'zing yasagan narsani yasab ber. Tuda boshini qatiramiz, bir nimalar zo'r narsalar qilgan, o'zing qilgan deb yozamiz-da. Bo'pti, mana 2 minut kutganimizdan keyin va nihoyat tashib berdi, eziylik ketdi-ku. Xo'p, bu yerda ancha rivojlantirilgan va har xil narsalar qo'shibdi. Xo'p, uni sinab ko'ramiz. Davay, nima bo'lakini? O'yinni ishga tushiramiz. Mana hali qasr degandim-ku, qasr emas edi ekan, mana shu rost ekan qasr. Mana uzun cho'g' antenasi bor ekan. Nimaga ishlatamiz ekan? Bo'pti. Tashqarini obzorni qiladigan bo'lsak, xo'p, mana bu yerda oynacha, короче, to'da bir nima tur temirlik qilsa bo'ladigan, pasiyanchalari bilan. Mana fanta qilmaydimi ya? Men sevardim, ha. Bo'pti. Короче, bunday qilamiz, to'da ichkarini ko'ramiz. Tashqarisidan ichkarisi ham sal muammoli ekan. Xo'p, bu yerda yaxshi jihozlar ancha yaxshi.
boshqa AIlar qo'shmagan bo'lgan, lekin to'g'risini aytsam, kutubxonaga kira olmadik. Просто buzib kira oldik. Axir kirishimiz kerak-ku. Birinchi etajda shu kutubxona nazarda olmaganda ancha rivojlangan deb olsak bo'ladi. Etajiga chiqadigan bo'lsak, to'g'risini aytsak, просто kitob qo'yadigan javonlar ekan, hech qanaqa yaxshi emas. Prям mana bu vid довольно-da chiroyli. Prям mana beton bor-ku, mana shu ikkita idealniy tushganda. Birinchi cloud tashiganda to'g'risi eplolmaydi bo'ladim, lekin to'g'risi hozir mashinasidan keyin ancha zo'r chiqsa degan fikr kelib qoldi. Razmeriga keladigan bo'lsak, uzun kattaligini qarang, ChatGPT qilgan vashshe g'alati-da. Xo'p, короче, baholashga keladigan bo'lsak, men Cloud AI zo'r chiqdi degan fikrga kelib qoldim. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz kerak. Albatta videoga like, obuna bosing.